Ko'p qizlarimiz direct orqali savol berishadi. Biz qachon terimizga parvarish qilishni boshlashimiz kerak, qachon kosmetologik muolajalarga murojaat qilishimiz kerak deb ko'p savollar keladi. O'zi terimizda hammasi namoyon bo'ladi. Nima kuzatiladi terimizda? Ajinlar tushish boshlaydi, teri xiralashadi, yorqinligini yo'qotadi, har xil yallig'lanish elementlari kuzatiladi, qora tochkalar kuzatiladi. Mana shuni o'zi bizga katta signal hisoblanadi. Shunda biz nima tavsiya qilamiz? Kosmetolog huzuriga kelib, terini turiga qarab, yaxshi domashniy уход parvarish vositalarini tanlaymiz va bunga qo'shimcha ravishda albatta kosmetologik muolajalar bilan birgalikda ikkalasini birga olib borganimizda natija juda ham yaxshi bo'ladi. Aziz yosh ayol qizlarimiz, yuqorida aytib o'tilgan alomatlar sizlarda ham kuzatilayotgan bo'lsa, zudlik bilan yaxshi professional kosmetologga murojaat qilishinglarni va kerakli kosmetologik muolajalarni olishinglarni tavsiya beraman va shu orqali biz yoshlikni saqlab qolamiz.